yotibdi. Oybek aka hozir bo'ldi degandingiz-ku. Bundan 3-4 kun klient ishlatsin. Xudo xolasa mana nikelni qo'yib qo'ysak bo'ldi mana temirlarni. Oybek aka mashina tayyor bo'ldimi? Topshirib yuboramizmi egasiga? O'zingiz ko'rib olingchi. Bu viloyatdan kelgan, buni topshirib yuborishimiz kerak. Ertalab balandliklari necha bo'ldi buni Oybek aka? Bo'yi 1.45. Bo'yi 1.45 bo'ldi. Uzunligi 2.20. Bu changan T3 modeli bo'ladi. Xo'p. Orqada ikkita eshikli, hech qayerda ulog'i yo'q. Bularni ham but-butun защитный bufer bor. Mana gabaritning chiroqlari yonadi. Xo'p, nerjavekalardan foydalanganmiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, nima bu osilib yotibdi? Oybek aka hozir bo'ldi degandingiz-ku. Bundan 3-4 kun klient ishlatsin. Uyga chiqib qolibdi shu. Uyigacha yetib olsin bu narsa. Buni qotirib qo'yaveringlar. 3-4 kun ishlatsin. Mana bilan ham nerjaveka qilib yordinglarmi? Ha, bu zaylamaydigan nerjavekadan. Buni ham tunuka qilsangiz, qilmasangiz ham bo'laveradi, lekin hech kim qo'ymayapti buni. Qo'ymasangiz ham bo'laveradi. Xo'p, balandligi 1.45 bo'lgan, aytganimizdek, uzunligi 2.20 bo'lgan. Balandligini past qilishimiz sababi hop stankalarga kiradi, shu sabab. Har doim 10 qo'l qoidasi bor. Har doim yonboshdan eshik ochtirganingizda imkon boricha mana shundoq bo'lsin. Ko'p videolarda ko'ryapmiz, chap tomonga ham qo'yishyapti. Bu ham kuzov qismiga zarar yetadi. Shamol bo'ladigan bo'lsa, gup etib uradi bu tomonga. Bu yoqlarga mana nerjaveka ishlatganmiz. Hop, ichki qismiga hamma joy nerjavekadan bo'lgan. Yana qo'shimcha eshigi bor. Hamma joy tekshirildi, Oybek aka. Tekshirildi. Hamma joy but-butun mana. But-butun. Hamma joyi. Klient mazza qilib ishlatadilar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar, bemalol murojaat qilinglar. Tanlovda adashmanglar.